Toshkentdan gugurtimizga yo'lga chiqib 40 million so'm pulga ko'tarildi. Hozir biz Jizzaxdamiz, hozir ko'ramiz Jizzaxlik akalarimizni nimaga almashtirishar ekan. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz? Ismingiz nima aka? İsmim Vildor, NBN avtosalonda rahbarim Xudo xolasa. Xo'p aka, 40 millionni nimaga almashamiz? To'xta. O'sha nima berishlari ma'lum bo'ldi. Nima berishingizni sezyapman. Aka, prosta qaysi birligini bilmayapman. Qaysi birini beryapsiz? Sizlar uchun mana shu mashinamizni mana Mashinaga almashib ketdi. Nima bo'lyapti? Ikki ism. Bu ne ish bo'l aka? sotuvimizda 2014-yilga 13-yil narxi $4,900 turibdi. 4900 dollarga. Mana shunda avtosalonda 4900 sotuvda turgan mashina. Ikki ismli gugurt 4900 mashinaga chiqdi. Tasavvur qilsan. Jizzaxni maqtashyapsizlar. Sizlarning hurmatlaringga notariuslarni ochtirib, hozir soatimiz 19:00 gacha nominglarda bo'ladi mashina. Mana 40 million so'm pul. Bu mashina. Rozimisiz? Rozimiz. 5 gap bo'lishi. Mani nomimga gendavernis qilindi. Ertaga Sirdaryoga yo'lga chiqamiz. Sirdaryoliklar gazini bosinglar bag'iga.